Ivay, mana bu mashinani qaranglar akalar, turishini. BYD ham qolsin, Sinol billar ham uyquda qolsin mana bu mashinani oldida. Bu mashinamiz bilasizlarmi akalar? GT hisoblanadi. Hyper GT'ning eng fulli 560 km zapas xodi bilan eshiklari mana bunaqa kapalak bo'lib ochiladi akalar. Bu mashinamiz o'zini paytida 35 ming tepasida sotilgan. Ayniqsa mana bunaqangi oq rangi deyarli topib bo'lmaydi. Asosan ko'k, stalnoy ranglari kelgan bu mashinani mana bu oq rangidan juda ham kam kelgan. Bu mashinada 60 kilovatlik lithium batareyka bo'ladi. Xo'p, mashinamiz 86 ming kilometr masofa bosib o'tgan. Lekin turishlari hamma yog'i joyida, ichlari top-toza holatda, akkuratni haydalgan. Shtorkalarni ham ko'rishimiz mumkin, qalin qilib ishlangan, otda o'tib ketmaydigan qilib. Ozgina mana shu tomoniga boshqa mashina kelib urib qirib olgan ekan, shu yerda remont qilingan. Qolgan joylari zo'r. Mana bunaqangi qilib ochiladi. Mashinamizning yili 2023-yil ekan. Xo'p, bu mashinamiz 86 ming yurganiga qaramasdan batareykasini tekshirishganda 96% chiqibdi akalar. Maza qilib minasizlar bu mashinani olib minib borib, uning ichidan bitta tushganlaringda zo'r bo'ladi o'zi ham. Hamdan ham zo'r ko'rinishga ega bo'lasizlar. Mashinaning narxini aytaman akalar. Vobshe arzon. 35 mingga sotilgan mashinani 21 mingga berib yuboramiz deyishyapti. 86 ming yurganlarning hisobiga. Yana batareyka hali ham yaxshi holatda turibdi ekan. Yana bu mashinada 200 ming, 300 ming bemalol yuraverasizlar. Bu Hyper GT Ion'ni Lexus varianti desak ham bo'ladi. Ya'ni lyuks mashina hisoblanadi. Agar qiziq bo'lsa, akalar pastki raqamlarga aloqaga chiqib, ushbu mashinani xarid qilishingiz mumkin.